Korrupsiya jamiyat taraqqiyotiga jiddiy to'sqinlik qiladigan, adolat va ishonchga putur yetkazadigan illat. Bunday holatlar ayrim mansabdor shaxslarning faoliyatida hanuz uchrab turgani esa achinarli. Dasturlarimiz orqali Farg'ona viloyatida tuman tibbiyot birlashmasi rahbari fuqaroni ishga joylashtirib qo'yish evaziga 500 AQSh dollari miqdorida pora olayotgan vaqtida qo'lga olingani haqida xabar bergan edik. Kuni kecha mazkur ish yuzasidan sud hukmi e'lon qilindi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Oraslar. Ko'rlaringga mana, pullarni ko'ryapsizlar mana. Ma'lum bo'lishicha, 2025-yilning oktyabr oylariga qadar murojaat egasi avvaldan O'zbekiston tumani tibbiyot birlashmasida norasmiy yordamchi IT mutaxassisi sifatida ishlab kelgan. U axborot texnologiyalari operatori sifatida ishga olinishini so'rab murojaat qilganida, birlashma rahbari tomonidan 500 AQSh dollari talab qilingan. Pul berilsa ish bor, aks holda bo'sh ish o'rin boshqasiga taklif qilinishi aytilgan. Tibbiyot birlashmasi bozor emas, bo'sh ish o'rinlari esa savdo obyekti ham emas. Ammo rahbar buni anglamagan yoki anglashni istamagan. Natijada qonun qo'liga tushdi. Fuqaro arizasi asosida Davlat xavfsizlik xizmati Farg'ona viloyati boshqarmasi hamda departamentning O'zbekiston tuman bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda u ariza muallifidan kelishilgan pullarni olayotgan vaqt qo'lga olingan. Jinoyat ishlari bo'yicha O'zbekiston tuman sudida ushbu ish ko'rib chiqilib, sobiq tibbiyot birlashmasi rahbariga qamoq bilan bog'liq jazo tayinlandi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 210-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilib, unga Jinoyat kodeksining 45-moddasi qo'llanilib, 2 yil muddatga davlat ishtirokidagi korxona, muassasa, tashkilotlarda mansabdorlik va moddiy javobgarlik vazifalari yuklatilgan lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum qilingan holda 3 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Jazoni manzil tartibli koloniyalarda o'tashi belgilandi. Kechagina uzoq yillik obro' va hurmat egasi bo'lgan rahbar bugun sudning sovuq devorlari orasida. Pora esa barchasini bir kunda yo'qqa chiqardi. Mazkur lavha orqali kimningdir sha'nini kamsitishni maqsad qilmadik. Faqat xalq ishonchiga xiyonat qilish xoh rahbar bo'ladimi yoki oddiy fuqaro yakunda qanday oqibatlarga olib kelishini ko'rsatdik xolos. Xulosa o'zingizdan. Muhammad Sidiq Usmonov, Ravshan Nabijonov, Hudud informatsion dasturi uchun.